Keyingi bölümimiz настройки chatов. Bunga kirsak, misol uchun mana bu yerda temalari bor har xil. Hop, keyin bu dnevnoy kundagi, bu rangli, bu kechqurungi ночной. Qora tusga kirdi. Shu цветная degani menga qulayroq. Keyin Svet imeni hozir men super admin degan mana shu nimani ham o'zgartirib qo'yishim mumkin. Lekin adashmasam bunga ham premium kerak. Mana bu yerda qulf turibdi. Premium stil. Telegram premiumni ol deydi. Smena темы на ночную. Buni sistemga qilib qo'ysangiz, misol uchun hozir mana Windows'im ночной temada bo'lsa, bu avtomatik ham ночнойga kiradi. Buni net qilib yopib qo'yasiz, o'zingiz xohlagan payt bu tarafdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana ночной yoqsangiz qorasiga, o'chirib qo'ysangiz oq tusga kiradi. Bu для chatov. Bu orqa taraf uchun mana shu orqa taraf, misol chatlarimiz bor-ku, shuni orqa tarafidagi foni. Выбрать из галереи, выбрать файл. Выбрать из галереи. Bu esa o'zini mavzulari, mana temalar. Shunday ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun mana shu archani tanlayman. Размытие bo'lsa, bu xiralashadi mana. Buni o'chirsammi? Применить. Zakritni bosaman, mana orqa tarafi shunday ko'rinishda. Настройки чатов. Замостить фон. Bu yaqinlashtirish. Bu shart emas. Сменить папку. Bu nima degani? Удалить, в архив, прочитать, закрепить. Hop, qarang. Hozir men закрепичni tanladim. Hop. Смахивание влево или средняя кнопка мыши. Средняя кнопка мышь degani bu taraf. Bu mishkangizni mana aylantiradigan joyi bor-ku, mana shu scroll deb aytiladi bu. Shuni ustidan bossa ham bo'ladi. Bu yerda ham bitta knopka bor. Misol uchun mana ustiga hozir bitta bossam, mana pin qilib beradi. Bu закрепить degani, pinni qadash. Shuni o'zgartirib qo'yishim mumkin. Настройки chatов. Endi смахивание влево. Misol uchun mana telefonda shu tarafida ushlab turib, bu chapga sursangiz, o'zi pin qilib beradi. Xo'p. Menga hozir bu nima kerak emas. Okeyni. Sticker emoji, крупный emoji bu hammasi yonib turadi. Bularni o'chirish shart emas. Bu yerda mana bizga kerak сообщение отправка по enter. Kompyuterdan kirganingizda mana shu enterni bossangiz yoz bo'lib ketadi. Отправка enterni bossangiz nima tashiydi? Bitta abzas tashiydi. Agar buni yoqsak, ketmaydi. Misol uchun qarang hozir. Ctrl plus enterni bosdik, misol uchun mana Alisher deb yozdim. Hozir enterni bossam ketmaydi, mana yana pastga tushadi. Keyin Ctrl tugmasini bosib enterni bosaman, keyin ketadi. Endi har kimga qulaylikka qarab o'zgartirsa bo'ladi. Menga faqat enter kerak. Ответ по двойному нажатию. Reaksiya по двойному нажатию. Xo'p, bu nima degani? Ответ по двойному нажатию degani, misol uchun qarang. Hozir shu menga tashlagan ссылкасы bo'yicha shunga javob bermoqchiman. Hozir o'ng tarafini bosaman-da, mana ответить deganni bossam, keyin shu ko'rinishga o'zgaradi. Agar ustiga 2 marta bossam, hozir mana uch tarafidan to'g'risidan 2 marta bossam, mana bu yerda shunga ответ. Agar bu joyda hozir papka chatga kirib reaksiyani tanlasam, X ustiga 2 marta bossam, mana shunaqa yurak qo'yib beradi. Menga u reaksiya kerak emas. Menga asosan
Shu ответ kerak. Buni o'zim ham qo'yib beraman. Knopka reaksiya сообщения. Bu ko'rinib turadi. Sочетание klavish. Bu endi qisqa klavishlar. Nima ishlar qilishi. Ctrl 1 ga bossangiz закрепленный chat birinchiga chiqadi. Shu yerda mana закрепить qilib 10 ta kanal yoki guruhni закрепить qilib qo'ysangiz, Ctrl 1 ni bossangiz birinchiga, ikkini bossa ikkinchiga kirib beradi. Bu endi akkauntlar. Mana bu yerdan qisqa klavishlarni ko'rsangiz bo'ladi. Настройки arxiv. Arxiv bo'limi. Xo'p, hozir videomiz yana ko'payib ketdi, adashmasam 5 minut bo'libdi. Biz sizlar bilan hozir endi настройки chatovni ko'rdik. Xo'p, keyin papka с chatами buni ko'rib chiqqanmiz. Sizlar bilan endi продвинутый настройки ko'ramiz va qolgan bo'limlarini.